Bugungi video darsda membrana o'tkazuvchanligi yoxud membrana bo'ylab moddalar transporti mavzusini ko'rib chiqamiz. Hujayra membranasi hujayra ichki hamda hujayra tashqi suyuqligini bir-biridan ajratib turuvchi baryer, shu bilan birga bog'lab turuvchi darvoza ham hisoblanadi. Hujayra membranasi yarim o'tkazuvchanlik, kuchli selektivlik qobiliyatiga ega bo'lib, moddalarni o'tkazishiga ko'ra passiv transport hamda aktiv transport yo'li bilan o'tkazadi. Passiv transport 3 xil ko'rinishda: diffuziya, yengillashtirilgan diffuziya hamda osmos turlari tafovut qilinadi. Diffuziyada membrana qo'shqavat fosfolipidlardan to'g'ridan-to'g'ri o'tib keta oladigan kichik hamda qutbsiz molekulalar, masalan, karbon tangidrid, kislorod, azot, steroid hamda alkogollarning transporti konsentratsiya gradiyenti bo'yicha, ya'ni ko'p tomondan kam tomonga qarab o'tkaziladi va bu jarayon gradiyentlar orasida muvozanat yuzaga kelguncha davom etadi. Yengillashtirilgan diffuziyada bo'lsa, molekulasining kattaligi ozgina yirikroq hamda polyar molekulalar transporti amalga oshadi. Bunda transport oqsillardan kanallar hamda karyerlar ishtirok etadi. Kanallar truba ko'rinishida ichi suv bilan to'lgan hisoblanib, bundan turli xil zaryadlangan zarrachalar, ionlar o'tkazilishi mumkin. Kanallar darvozali boshqarilmaydigan hamda boshqariladigan darvozali turlarga bo'linadi. Darvozasi kanallar orqali ionlar hech qanday qarshiliksiz darvozali kanallar bilan bo'lsa, qachonki stimul berilsa o'tkazilishi mumkin. Darvozali kanallar voltaj darvozali, ligand darvozali, mexanik darvozali bo'lishi mumkin. Masalan, voltaj darvozali kalsiy kanallarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularni biz potensialga bog'liq kalsiy kanallari deyishimiz mumkin. Ya'ni hujayra ichki tomoni tinch holatda manfiy, tashqi tomoni musbat zaryadlangan. Qachonki depolarizatsiya bo'lib hujayra ichki tomoni musbat, tashqi tomoni manfiylashganda kalsiylar hujayra ichki tomoniga kirishi mumkin. Ya'ni ular potensialni sezishi bilanoq darvozasi ochiladi va depolarizatsiya to'liq ta'minlangach, ularning darvozasi yopiladi va transport to'xtaydi. Karyerlar bo'lsa, ular xuddi ion kanallar kabi ichi suv bilan to'lgan truba kabi emas, ular tashqi tomondan, masalan, glyukoza molekularini qabul qilib, ichki tomonga konformatsiyasini o'zgartirgan holatda o'tkazib qo'yadi. Masalan, glyutord ko'radigan bo'lsak, binding saytga glyukoza molekulasi kelib birikishi natijasida ichki tomoni ochilib, konformatsiyasi o'zgarishi hisobiga transport sodir bo'ladi. Bunda ham energiya sarfi amalga oshmaydi. Konsentratsiya gradiyenti bo'yicha glyukoza tashiladi. Osmos hodisasida yarim o'tkazgich membrana orqali erigan modda konsentratsiyasi past bo'lgan tomondan erigan modda konsentratsiyasi yuqori bo'lgan tomonga erituvchi molekulari, masalan, suv molekulasining o'tishiga aytiladi. Membrana orqali akvaparinlar ishtirokida gipotonik eritma tomondan gipertonik eritma tomonga suv molekulalarining o'tishi, ya'ni osmos hodisasi ikki tomondagi eritmaning konsentratsiyasi o'zaro tenglashgunga qadar davom etadi va bu yengillashgan diffuziyaga misol bo'ladi. Aktiv transportda passiv transportdan farqli ravishda ATF energiyasidan foydalaniladi. ATF energiyasidan bevosita yoki bilvosita foydalanishiga ko'ra biz bu transportni birlamchi hamda ikkilamchi transport turlariga ajratishimiz mumkin. Birlamchi aktiv transportda zarrachalar, enzimlar, atefazalar ishtirokida konsentratsiya gradiyentiga qarshi amalga oshadi. Bunga misol qilib barchaga ma'lum va mashhur bo'lgan natriy kaliy atefazani olishimiz mumkin. Ma'lumki, hujayraning tashqi tomonida natriy molekulalarining konsentratsiyasi ko'p. Bu transport orqali hujayraning tashqi tomoniga 3 dan natriy chiqariladi. Hujayraning ichki tomonida kaliy ko'p, hujayraning ichki tomoniga kaliylar o'tkaziladi. Ya'ni bu antiporter oqsillar, enzimlar orqali amalga oshadi. Tasavvur qilaylik, o'zi hujayra tashqi tomonda natriy ko'p edi. Natriy kaliy atefaza bilan chiqarilgan natriy hisobiga yanada natriylar ko'paydi va ular endilikda diffuziya hodisasi bo'lib ichki tomon kuchli oqim bilan harakat qilgani hisobiga
u bilan birgalikda boshqa modda transporti ham amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni elektrokimyoviy gradiyent hisobiga. Bunda e'tibor qaratsak, ATF energiyasidan bevosita emas, bilvosita birlamchi aktiv transportda hosil bo'lgan elektrokimyoviy gradiyent hisobiga natriy molekulalari o'z bilan bir boshqa zarrachani ham transportini ta'minlashi mumkin. Misol qilib, SKLT birni oladigan bo'lsak, hujayra ichki tomoniga harakat qilinayotgan ikkita natriy molekulasi o'zi bilan birgalikda glyukoza molekulasini ham hujayra ichki tomoniga simporter oqsillar bilan o'tkazishi mumkin. Membranadan yirik zarrachalar, masalan, oqsil, yog' zarrachalari hamda turli xil katta yirik molekulalar makro transport orqali amalga oshadi. Makro transportga biz endositoz hamda ekzositozni olishimiz mumkin. Endositozda hujayra tashqi tomonidan kelayotgan modda invaginatsiya bo'lib kirsa, ekzositozda vezikula hujayra membranasi bilan birikib tashqi tomonga ajralib chiqishi kuzatiladi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, passiv transportda energiya sarfsiz amalga oshadi. Bunga biz diffuziya, yengillashtirilgan diffuziya, karyer hamda kanallar orqali hamda osmos suv molekulalarining gipotonik eritmadan gipertonik eritma tomonga harakatlanishini, aktiv transportda bo'lsa energiya sarfi bilan energiya sarfidan foydalanishga ko'ra bo'lsa, birlamchi aktiv transport hamda ikkilamchi aktiv transportga bo'lishimiz mumkin. Birlamchi aktiv transportda to'g'ridan-to'g'ri, ikkilamchi aktiv transportda esa elektrokimyoviy gradiyentdan foydalaniladi. Siz bilan Buxoro davlat tibbiyot instituti 2-bosqich talabasi Rahmatova Dilorom bo'ldi. Keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr, ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling.